Көрüvatqınınız Qarqaş Çoğun Bazar Tacıdarlığıdaki Ömlük Sadası programısı. Programımızda Qarqaş Çoğun Bazarı motorlu qatnaş vasıtalarini tekşürüş teknik şirketi alaydı qolladı. Ömlük Sadası. Ömlük Sadası. Yaxşıdırdıqlarmı ekran aldığındaki qadarlı görürmənlər, şu tapdı görüvatqanlar, Beycan Yipak Yolu Ömlük Mədəniyyət Taraqdış Guruhi işləşini öz üstüge alğan, Qarqaş Çoğun Bazarı Tacıdarlığıdaki Xili Cüşün, yani Ömlük Sadası programısı. Ben Riyasetçi Mahi Nuruzi. Ben Gülcemal Metniyaz. Qadarlı görürmənlər, Ömlük Sadası programımız yol qoyulğandan bu yan, görürmənlərimizin yaxdırıb körüşü erişip gelivatıdı, qoluşu erişip gelivatıdı, Gülcemal adamı buna mən bilən birlikdə riyasetçilik səhnəsige çıxqandan beri programımızın rəngdarlığı teximi işivatıdı. Gülcemal adam bugün bek hayacanlanıvadım hemen. Qanda deysiz? Çünkü kelgen mihmanlar meni hayacanlandırdığı mihmanlarcı. Albatta, məmiş. Qadarlı görürmənlər, ula bolsunmu, səhnədəki, şundaqla, turmuşdaki qadirdan bir cüplə. Şinjan Sənət Yurti Müzik Orkestrinin dövlətlik birinci dərəcəlik muzikanti, dağlıq ravab ustası, talantlıq naxşçımız, ustazımız Məmtimin Turğun əpəndi. Qarşıladığımız Məmtiminka, xoş gəlibsiz. Xoş gəlibsiz. Onundan başqa yana mening suyumlik hədəm ustazım, özünün yaqınlıq naxşçıları arqalıq Neftlik Bulbuli deb nam ep kelayotgan dövlətlik birinci dərəcəlik artist, dağlıq naxşçı, usta sənətkar Fərida Mahmud xanım. Fərida da xoş gəlibsiz. Qarşıladığımız. Xoş gəlibsiz. Işqınlarını görüb bək hayacanlandım. Şundaq. Bək xoş bulduk. Mən şunda hayacanlandım sana. Rəhmət. Ekran aldığındakı görürmənlərə bir salam berib etəmsizlər. Yaxşımsızlar görürmənlər. Mən Fərida Mahmuddan həmmənlərə sığınıb salam. Muşu Ömlük Sadası programımız arqılıq sizlər bilən yan bir qıtım didarlaşqanlığımdan intayın xuşalman. Sizə rəhmət singlim, Gülcemal sizə rəhmət. Rəhmət. Məmtiminka. Yaxşımsızlar, ekran aldığındakı görürmən dostlar. Mən Məmtimin Turğun'da sizlərə sığınıb salam. Bugün bu Ömlük Sadası programı arqılıq Qarqaşqına yüz görəlikənligimdən intayın xoşalman. Rəhmət Məmtiminka. Bu işkəylər məyli turmuşda bolsun, məyli səhnində bolsun, biz yaşlar ülgü bo'lib kelayotgan bir cüplə deb o'ylayman Gülcemalada. Ondan başqa Fərida adam bilan mana uzundan beri köp muңdışıvatımız, sırdışıvatımız. Maң qaraganda Gülcemal adamның bu işkəylərin bo'lgan tushunchasi texmi cho'nqur ekan deb o'ylayman. Albatta shundoq. Biz Məmtimin bilan opera ömikide uzun yıl birlikte işledik. Keyingi vaqtida şu Şinjan Naxçılı ömikige müştaq Məmtimindek talantlı ravab ustaları kerak bo'lib qolganligi uchun bizning ömekdan yo'tkab chiqib ketgan. Endi Fərida dostumuz bilanmi biz 30 necha yil burun tanishgan. Chunki biz shu Markaz teatr shu yerda o'qiyotgan vaqtimizda Fərida shu vaqtda Beijingga bilim aşırıqlı berip diken. Şu vaqtda tunç qıtım Fəridəni görgəndə mən bək heyran qalğandım. Nemi degen çıraylı qızdı bu, bək çıraylı, bək güzel. Onun üstüge tunç qıtım Fəridənin naqsını şu 86-cı yılı biz Beijingdə anlığan. Şu vaqtlarda anlığan şu olturup sen şatlanıp degen naqşını tunç yılı icraqı. Fəridənin tunç yılı şu naqşısını anlap Fəridəni şu vaqtda tunuğan boğaşqa. Şu vaqtdaki hissiyat, şu vaqtdaki Fəridəyə bolğan bir xiliqi muhabbetim hazırgıca buna bir xil özgermey turatıdı cümü Fərida. Rəhmət, Gülcemal, rəhmət. Fəridəni həqiqətən xalqımızı pek yaxşı gördü. Mən bu şəxsən pek yaxşı görmən, naqşlarını pek yaxşı görüp anlayman. Bunu Məmtiminning naqşlarını şunda yaxşı görüp anlayman cümü. Hayacanlanıb ketyaptı məcbur aslanma bu çın jürkümdeki gap. Şu çağlarda Gülcemalla 86-cı yılı Nəx şu oxuş bitirgan yil ekan. 7-8 dramlarni o'yindanlar. Shu vaqtda shuningga to'g'ri kelib kelman men. Alomat o'ynab etgan Gülcemal bu rolni. Alomat. Onun ustiga ilqi davlat tilida o'yinday bular. Hamma shu 4 maydon dramni ko'rdim men. Shunchalik sahna degan adam o'qisa, mana mushundaq rollarni o'ynay oladi ekan, sahnalarga chiqa oladi ekan. Deb men başqadan bir san'at tutuşup ketgan şu vaqtda. Fərida adamı aynı vaqtlarda səhnədəki intayın güzel obrazı bilan bizga tomoshabinlarga eng yaxshi obrazni
bir xaslıqni yaratgan bir naqshchimiz. Şundaq, Məmtiminkamı şu vaqtlarda quluq ravabni bir aladigan bolsa, nurg'un ko'ngillarni, talayligan dillarni lal qiladigan bir muzikantimiz. Shundaqmi? Mana ikkaylan shu tapda sahnamizda turibdi. O'zininki kasbga bo'lgan muhabbati bilan, oilaga bo'lgan mas'uliyatchanligi bilan hammalarga ulgu bo'lyotidi. Oldi bilan eng go'zal tilaklarimizni sizlarga yo'llab olaylik. Voy rahmat. Baxtli bo'linglar, teninglar texmi salomat bo'lsin. Rahmat. Sizlarning tilaklaringlar birga bo'lsin. Hozirgacha shundoq birga hamkorlashib, xalqimizga nurg'unlagan ro'yi uzuq berib kelyapsizlar. Sizlardan haqiqatanmi bizni bek faxrlanamiz, bek suyunamiz. Shunaq. Rahmat. Faridada biz shu kichik vaqtlarda ozroq bir qaytib boqaylik. Chunki nurg'un programmalarda ziyorat qilindingiz, bizning nurg'un naq maydon faoliyatlarimizga qatnashdingiz. Ko'rmanlarimiz har bir anglasa bir qatim dars anglagandek bir tuyg'uga keldi. Necha yosh vaqtlarda sahnaga chiqqan qiziqadigan ko'rmanlar bek jiq. Men haqiqiy muntazam sahnaga chiqqan vaqtim shu yangidan qarmay Naqsul Öməkə qabul qilingan vaqtim shu 80-yillardan boshlab. O vaqtda naytdi sabi o'qiyotgan chaqlarimdilla artistlik tanlab, naqshchilik tanlab qarmay Naqsul Öməkə olib borgan. Men o vaqtda shu 16 yosh vaqtimdi. Shuni deyman. Kichik. Taxi Jungjuaninki Spanninki taxi birinchi yillikni amdi tugitib tug'an vaqtim shu ta'tilda mushu xabarni anglablam Qashqa san'at o'migiga chiqiblar shu intam qatnashdim. 3 kunga qolmay meni qarmay Naqsul Öməkə akit bo'ldi. Shu o'zimning talanti bilan haqiqiy bir sahnaga chiqdim, lekin hech nimani bilmayman o vaqtda. O'zimning talantim bilan sahnaga chiqdim. Shu chog'da duttar chalalamdingiz. Voy, duttar degan shemardek cheladigan vaqtlar. Undaq bo'lsa duttarni qancha yosh vaqtinglarda o'rgangan? Men aqlimni bilsam shu 5 yosh vaqtlarim ekan. 4 yosh, 5 yosh vaqtlarimda rasmiy qo'limni ishda urib chalatimchu. Çaldım lekin o çekişni dadamnınki önəriti bu. Da qo'li qarab o'tiriblam, ashuni ugunib qoldim. O vaqtim karim bo'lmadi. Anaqdikan dadam quchqiga chiqirib, mush balam hali qiziqadigan o'xshaydi deb quchqiga chiqirib, chiqib oldim quchqiga. Anda meni siz uringa balam. Tutdan siz uring, men pardasini besib beray desa. Xo'shliqimda shunda ma'quldab dadamni quchqiga chiqib çalsam resmi pəri keltüde men muşunda urup çala alaydım şu vaqtda. Unda bo'lsa Faridaning tunji ustozi dadisi degan gap. Dadam. Aile muhitmi haqiqatan bek muhim ekan-ku. Dadam o'zi doktorchu. Doktor. Doktor bo'lgan bilan alamat o'tirak bir har qanday kasbni masalan hayvonotlarni, quchqach qushlarni anandikan otning kishnishi qo'yning ma'rish o'z ayni itning kavushi mushukning jimini doğrab bizni shunda kuldirdi. Keyin shu doktorxonada ishlayotgan chaqlarda bunda yig'inlar bo'ldi ekanda, cho'ng zallarda, masalan teatrxonalarda. Shu vaqtda Muhammad Abdulla bizga shu yig'in tugaganda Muhammad Abdulla bizga naqsh aytib bersin, qushlarni doğrab bersin deb shunda dadamni ap qilib şu yerda dutta bilan, qiziqchilik bilan shunday yig'inni oxirlashtirdi ekan to'q. Kasbi bilan kishilarning jismoniyatini davolagan bo'lsa, qiziqishi bilan yurakdagi bir o't bilan ma'naviyatini davolaydigan aziz kishimiz. Ajoyib bir dadam. Oiladan haqiqatan shunday bir ta'sirchanlikqa ega bo'lib, undan keyin bir iqtidorlar hosil bo'ldi ekan-ku. To'g'ri shundaqa. Endi Məmtiminkamı haqiqatan bizniki shu musiqa sohasida bir xoslik yaratgan, o'ziga xos uslub yaratgan muzikantimiz. Məmtiminka sizni Məmtimin turg'un demay, Məmtimin ravab desa xafa bo'lamsiz? Ya, xafa bo'lmayman. O'zimning kasbi, o'zim yaxshi ko'rib, bir umr shu ravab chelib keldim. Shu kasb orqali shu Məmtimin ravab degan nomga erishdim. Uni qo'shal. To'g'ri. Demismi? Məmtimin ravab demisa, qaysi Məmtimin desa, Məmtimin ravab deymiz. Bo'lmasa, ulqi Məmtimin ismida hech bo'lgandan keyin ariyamaydigan gapchi-yu. Rasmiysa mushumi bir natijachu. Ravab chaldiganlarmi jiq. Masalan, yoshlardan yetishib chiqyotidi. Ustozlarimizmi bo'lgan. Məmtiminka shu ravab chelish sohasida o'ziga xos shundaq bir obrazni, xoslikni yaratgan muzikantimiz. Shunga
Məmtimin ravabdan ibarat, ravabni quluğa alsa, hər qandaq muzikalarni özüge boysundurub yetadigan muzikantimiz bo'lg'achqa, mushunda deb atılıvatıdıcı. Demek muşuna özümün aiti çoğun bir natija deb o'yladim. Shunami? Məmtiminka, sizning kebabchi naqshini aytgan vaqtlaringiz nechinchi yillar? Kebapçı nakşını etken vaktim 93. yılı. 93-yillar. Atış elisi de, şu atış elisi de etken Ha. 93. yılı. Aldığın qitim biz bir keçiligimizdə şunu naq meydan ekranda qoyub berdik Gülcemalada. Görmənlərə naq meydan ekranda qoyub berib qalğandı. Şumu emasmı da bəmiz şu seliştirib ketdi. O vaqtda usul oynab bergan ben o qilib oynab berganning ichida Nijat Niyazbay ekan to'qqa senaryo yozishi. Ha, to'g'ri, at saylisti Nijatmi chiqqan. Onunğa nurgun yıllar bo'libdi, lekin Məmtiminkamning shu vaqtlardagi aytgan naqsha, çağan ravab, qiyofat, hamma taraflardan kasbga bo'lgan bir muhabbatni his qilag'ili bo'ldi ekan-ku. Kasbga hurmat qila oladigan, kasbga mas'uliyat bilan muomala qila oladigan bu ishkalarninki bir yerga kelib, mana xalqimizga ma'naviy ozuqlarni ato qilishi bizning san'atimiz uchun haqiqatan zo'r bir boylik deb o'ylayman. Shundoq. Məmtiminkamning yana bizni haqiqatan ko'zaklam nima deymiz? Hayron qoldiradigan ba'zi rollarmi bor Məmtiminkamni. Yosh vaqtida o'g'irlaganmi? İzzat adam bilan aytgan naqshlari bor, o'ynagan usullari bor. Sonra dep Shu naqshini qanchinchi yili aytgan, Izzatda aytgan naqshini? 87. yılı. 87 mi? Undan sonra 87. biz o'qishtirib kelib bir yildan keyin. Ha. Uyan koyduk mu? Ha. Sonra izzettiler. Ha. Şu disk çulpan nakşı işkimiz nakşona dep etip çıktık. Tuncemde sahne çıkan vakitimiz çek oldu. Nayt yaxshi paranglarda bulunduq. Hamda Ömlik Sadasi programmamizdagi ixlosmand ko'rurmanlari Farida Adamlar Məmtiminkamning naqshlarini har vaqt izlab turib anglayotgan ko'rurmanlarimiz. Bugungi programmamizda sizlarning naqshanglar kam bo'lsa bo'lmaydi albatta. Aldı bilan birinchi naqshanglarni o'rinlab bersanglar huzurlansak. Bo'ladi. Aldı bilan men burundan aytib kelayotgan özümning eng yoqtirdigan 80-yillardan hozirgacha moda bo'layotgan Yarni seg'indim. Yar bilen istem şarap. Yar bilan issam sharaf degan temadagi chatma naqshini ko'rmanlarga sovg'a qilsam. Ajab. Məmtim ravab bilan tenkash qilib turdi. Men tutaqilish kerak deb. Bo'ldi unda bo'lsa, sahnani sizlarga qoldiramiz. Guljamal Adam bilan tövanga tushib, biz ixlosmand tomoshabinlar bo'lamiz. Bo'ldi. Guljamal, ishqinglarga ko'p rahmat sizga. Qani, sahnani sizlarga qoldik. Marhamat. Qarqash Çoğun Bazarı partiya hökumətinin əvzəl siyasətinin türküsüdə Qarqash Nailik Partikom və Xalq hökumətinin güclü qolluğu bilan qurulğan universal savdo bazarı olub, künümü 330 moddan aşıdığan bu bazar künsiri canlanıyatqan yemək-içmək, kiyim-keçək, öy kuşları, səykürtat, quruq yəliyimiz, ənənəvi qol hünərvəncilik buyumları, dehqançılıq məhsulatları, quruluş materialları, aile üstünləri qatarlıq köplügən savdo türləri arqılıq kən xalq amısının hər qaysı cəhətdəki ehtiyacını qandırıb kelatıdır. Qarqash Çoğun Bazarı sizni qarşı aladı. Qarqash Çoğun Bazarı. Programmamızda Qarqash Çoğun Bazarı motorlu qatnaş vasitələrini təkşürüş təklik şirkəti alohida qo'lladı. Ömlük sadası. Ömlük sadası.
gözüde qarab can qirar Gülle gülle Dilbara Otunda küydüm men sana Hem de sen bəxtinə tapdın Gülle yaşna Dilbara Hem de sen bəxtinə tapdın Yaşna gülle Dilbara Akmaydın keçiler Bakmaydın keçiler Bakmaydın keçiler Gül bilen reyhan kuraydı Yarım yürüyen koçular Gül bilen reyhan kuraydı Yarım yürüyen koçular Gülle gülle Dilbara Udumda köydüm ben sana Hem de sen bəxtinə tapdın Yaşna gülle Dilbara Yarım nikah dese Men çıkay başım bilen Yükrep çıkay başım bilen Yarım yürügen şu koçağa Su sipey yaşım bilen Yarım yürügen şu koçağa Su sipey yaşım bilen Gülle gülle Dilbara Udumda köydüm men sana Hem de sen bəxtinə tapdın Gülle yaşna Dilbara Hem de sen bəxtinə tapdın Oyna gülle Dilbara Əsrət çəkdim Yar ne sevindim Can Əsrət çəkdim Can Yar ne sevindim Killinla dostla oynaylı vay Derya boyu boylaylı Killinla dostla oynaylı Derya boyu boylaylı Bilakla erz edip Derdimizni tökeyli Bilakla erz edip Derdimizni tökeyli Oy la 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 Ey la 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 Ey Esret çektim Yar ne sevindim Karanla dostla heyran men Sudiki bilikla Karanla dostla heyran men Sudiki bilikla Sen sığınsan ayga qara Men qaraymen yulduzga Sen sığınsan ayga qara Men qaraymen yulduzga Oy la 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 Ey la 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 Ey Hasret çektim Yar ne sevindim Oy la 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 Ey la 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 Ay hasret çektim Yar ne sevindim Ömlük sadası Ömlük sadası Rahmet sizlarga Nima degan chiroyli naqsha. Shundami? Nima degan sahnaga yarashgan bir jiplar. Rahmet sizlarga Men mundaq o'ylab qoldim. Guljamallardan bizning Ömrük Sadasi programmamizga riyosatchilik vazifasini ustiga olib, men bilan birlikda hamkorlashayotgani xeyli sonlar bo'lib qoldi. Bu jarayonda Guljamallardan nima ko'p tushundim-chu. Ömürlük yoldaşı Nicat Niyaz, Nicat Kammu dağınlıq rejissorimiz nurg'unlagan san'at asarlarini barliq keltirgan. Endi bu ishga aylanma turmushda bir-birini qo'llab, bir-birisiniki kasbini har jihatdan ilhom berib, madad berib kelayotgan bizning san'atkorlarimiz. Nicat Kam bo'lsa, o'zining rejissorlik kasbida utuq qozondi. Guljamal odam bo'lsa, o'zining aktyorlik, opera taraflaridagi kasbida utuq qozondi. Endi bir oiladagi ishga aylandinki, mushu kasblarda muvaffaqiyat qozonishi uchun
yana birisininki haqiqatan qo'llashiga muhtoj bo'ladi-ku. Ras. Ana men ikkilarga qarasam, har ikkilanglar qo'linglarga ham muzikani olasizlar, ham naqshini aytsizlar. Sizlarda o'rtaqlik bek chiqqan. Shundami? O'rtaqlik bek chiqqan. Ondan men o'ylab qoldim. Biraylarninki g'alaba qilishi uchun yonda yana biraylar nurg'un badallarni to'lash kerak deb. Ikkinglar bir-biringlarga to'xtamay badal to'layotgan ekansizlar. Ana shundaq bir oiladagi qo'llash bilan sahnadagi, san'at tarafdagi, ekran oldidagi qo'llashlarni qanday tanishib etmayotgansizlar? San'at o'ti bizni faqat jim o'ltirg'ili qo'ymaydi ekan. Hem ikkimiz men tumin ravabni olsam, men duttani olsam, bek maslashimiz. Ajoyib maslashib ketimiz nurg'un muhabbet kuylarini shunda xalqimizga so'q qilgan. Anandikin bir yalaga mundaq do'stlar bilan mehmonda bo'lib qolsak, qo'l ilib zodi chep ketimiz, ammo bizni ko'rgan do'stlarimizmi jim qo'ymaydi ekan. Anglimizga unmaydi ekan bizning kuylarimizni. Albatta. Shunlashqa bizmi jim o'tirmaydi ekanmiz. Shunga maslashish bek muhim ekan. To'g'ri. Men tumimmo meni bek qo'llaydi-chu. Mushu har qanday mushu kasbiy jihatdan bo'lsin, naqshlar jihatdan bo'lsin bek qo'llaydi. Tang aytishib turdi, tang chelishib turdi. Sizga rahmat deyman. Masalan, kasbda shunda qo'llaysiz, biz bilyapmiz. Masalan, kasbda shunchalik turmushda sizmi Faridaga nurg'un vaqtida ancha-muncha yordamlashasiz. Yordamlashadi. Kasbiy jihatda bir-birimizga yordamlashimiz, uyda gaplarimiz bir yerdan chiqdi. Hozir chindan iliq ittifoq yaxshi Vaqtlar. gap topsaq, bo'ldi shu bo'p topsaq, jo'ndi shu. Yaxshi topgan. Haqiqatan maslashgan. Men mishada bir gapni qistirib o'tib ketkim kelyapti. Mening mushunchalik bir sahnaga chiqib, haqiqatan bir san'atkor bo'lishim uchun mening Qarmay Naqsul O'makniki bizniki tanjingimiz Abduqayim Qodir, Abduqayim kam. Shu Qarmay O'mak bag'andilar nurg'un ijodiyatlar bor ekan, menga bir-birlab o'rgatgan. Manda mush naqshni o'gining, man o'gining deb yamanjiq naqshlarni o'gitib, onundan keyin Abdusalom Absupur qaytib kelgandan keyin Abdusalom bekchiq naqshlarni menga shu ijod qilib menga so'q qilgan. Mushu ikkalanga mening ko'pdan ko'p bek rahmatim bor. Abduqayim kamga, Abdusalom Absupurga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Andan keyin mushu Oşir kamga köptün köp rahmet eytimen. Oşir kam yaman nurgun ijadi naqshlarni menga o'gitib, sahnalarda men o'rindab, mushunchilik bir rahmet eytidigan fursat kelmagan. Oşir ka o'zlariga köptün köp rahmet. Ferhat Abid Çoğlan. Pek güzel icadiyatlar Bu var. neçe 10 yıl oldu. Aşırımның bu qo'sh ovozliq naqshlarni jiq aytdik. O odamga mush munosabatda rahmet eytimiz. Endi bu odamning ijodiyatiga Mehmet Ro'z Yarqinkom tekstlarni izbirdi. Mushkellarni jiq qildi bizni. Rahmet eytimiz. İcadiyatlar to'xtab qolmasin. Bu ikki peshqadam ustozlarimizningki. Ularning tini salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Bundan keyin salomat bo'lsin. Yana nurg'un naqshlarni ishlab Xalqimizga bo'lsin. Men tumin yo'ldishimga nurg'un naqshlarni men mush ovozingga tushidi ekan. Kela meni tankash qilimiz, mayanchala, meni ayta. Deb nurg'un ijodiyat naqshlarni akilib menga o'gitib, o'zim o'ginib, meni hozirgacha qo'llab sahnalarga chiqishimga nayda turtkilik rol o'ynayotdi. Sizga rahmat. Rahmat. Rast o'zaro minnatdor bo'lganda anandan keyinchi texmo mehr muhabbat kuchaydigan gapchu. Bugungi programmamiz liqqida muhabbat bo'ldi ya. Liqqida muhabbatga hozir muhabbat purab ketdi bizning studiyamizda. Unda bo'lsa, ikkinchi naqshni anglaydigan damlarga keldik. Ikkinchi bo'lib bizga so'q qiladigan naqshlar qaysi? Faridada. İkinci bo'lib aytadigan naqshimiz Hayat sirliq tepishmoq degan naqsh. Oy. Hayat sirliq tepishmoq. Qinamsa sahnamiz sizlarga qoldi. Marhamat. bo'ldi emsa. Nima deyapsiz? Nima? Nereden aldınız? Serkar'dan. Hammamizga tanışık bo'lgan Serkarda hozir oila elektr uskunalari va uy jihozlarining hammasi bor.
Үрümчи Konxualin bozoridagi 1500 kvadrat metr sarkar uy jihozlari sarayida eng esil, eng yaxshi uy jihozlari zavoddan bevosita etildi. Dağınlıq marka işençek, tölörtülük, mülazimeti ala, bahsi muvaffaq. Şinjanның arqas çaylardaki zincirsiman dukanlama çoqumsun toluq razı qıla alaydı. Sarkar uy jihozlari sarayı. Ömrük sadası. Kurşunundan güzellik, hayat sırlık pişman. Turar parlap evzellik, eyni galim kirkiban. Kurşunundan güzellik, hayat sırlık pişman. Turar parlap evzellik, eyni galim kirkiban. Tebessümde var kız yaş, mıntamcıda kırk yaş. Tam işlerden kız açar, küllerdin omum bular. Tebessümde var kız yaş, mıntamcıda kırk yaş. Tam işlerden kız açar, küllerdin omum bular. Hayat tüker yıldızlar, kalar yerde gökyüzler. Deryaların uydu, bizde büttük tutlar. Hayat tüker yıldızlar, kalar yerde gökyüzler. Deryaların uydu, bizde büttük tutlar. Kıvrıldı notlar, sebini atlar. Güler hayat terfi, seherdin bir yupurma. Kıvrıldı notlar, sebini atlar. Güler hayat terfi, seherdin bir yupurma. Hem kaderime derdime, göz yaşlarına kırpışta. Kucağıysak hayatı yer nefsine kış bırak. Hem kaderime derdime, göz yaşlarına kırpışta. Kucağıysak hayatı yer nefsine kış bırak. Nöbetlik alem bu, muhabbetlik alem bu. Hepinlik yıllarını vurgu kurar bir kuşak. Nöbetlik alem bu, muhabbetlik alem bu. Hepinlik yıllarını vurgu kurar bir kuşak. Ayağa kaptan bir derya, sıçrap durar taş kıya. Misal zaval kuş güzel, hayata var küsüler. Ayağa kaptan bir derya, sıçrap durar taş kıya. Misal zaval kuş güzel, hayata var küsüler. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Rahmet. Hayat sırlıq tepişmaq, ha? Şundaqa. Nima degan chiroyli naqsha bu? Pek güzel melodiya. İcadiyatçisi bilgimiz kelyapti. Bu nakşiniki Ha. icadiyetçisi sanat peşvarımız Hekim Esen Akın'ınki icat etti. Hekim akamның ijodiyatlari bir-biridan bek güzel. Bekmu xalqimiz yoqtirib anglaydigan nurg'un klassik asarlar bor Hekim akamның. Tekstini Muhtar Buğra yazgan. Bizge nurgun nakşlarını icat qilib bergan. Ijod qilib qoldirib ketgan bizga cho'q. Bek tökkan sanatkor. Faridagi muhabbet degan naqshi bo'libmi? Hozirgacha aytib kelyapman u naqshni. Qaysi muhabbat?
tün perdesini yırtıp tolun ay degan. Esimga soldingiz yig'layman. Siz amroq Ben yaxshi ko'raman buni. Lekin men sen kamdanki shu nurg'un ijodatlari o'lmas bir qilaylik melodiya. Mes yaşsam yaxshi ko'radigan, bizdek peshqadamlarni yaxshi ko'radigan nurg'unlagan ijodiyatlarni xalqimizga sunib ketibdi ekan. Biz yana shu fursatda marhum Hekim Hasan ustozni yana bir eslab oldik. To'g'ri. Cheksiz Hurmatimizni bildiramiz. Farida adamning o'sha muhabbat degan naqshini aytgandagi holatlar ko'z oldimga kelib ketdi hozir. Mushundaq yangilik kiyim kiygandingizda. Abay Guljamal deganda, Qarang. ashunaqsha deb. Tavapçı nakşısını şu Hekim Kam yüzbege. Ha, to'g'ri. Hekim Kam. Kim Ajab yaxshi ijodiyatlar bor. pek de var. Bizge 10-20 dek ahangni bizge ijod qilib bergan. Hozircha aytyapmiz Hekim Kam. Keyingi mezgillarda abay degandek Parat Kamniki naqshlari. Bundan keyin davomli obdan naqshlarni aytib chiqmiz. Ömrümüz bo'lsa, tilimiz salomat bo'lsa. Ras, biz san'atkorlar uchun yaxshi ijodiyat bo'lsa, biz davomli aytib, kelgusidagi izbosarlarimizga qoldirib ketsak deydigan o'ylarimiz bor. Nim degan go'zal arzular. Shundoq. Endi mayli turmushda bo'lsin, mayli san'at hayotinglarda bo'lsin, nurg'unlagan plan orzularinglar bor. Bay deganga o'xshash. Farida odamda Mamtiminkamning shu topda shu san'at sipiga qo'shilish oldida turayotgan nihoyat o'maq qizi bor, meni suyimli singlim, Madina singlim bor. Bu qizimizniki kelgusi ustidimi bu ishga haqiqatan kalla qotiryotdi ham talabni bek yuqori qo'yyotdi. Ishonmanki Madina singlimmi kelgusida intayin yaxshi natijalar bilan sizlarni nihoyat xushalliq, baxt tuyg'usiga cho'mdirdi deb o'ylayman. Degingiz kelsin singlim. Odam degan mush hayotida hamda farzand uchun yashaydi ekanmiz. To'g'ri. To'g'ri. Farzandimizni yaxshi bir shu bilim yurtlarida o'qitib olsak, kelgusini o'zi yo'lini o'zi topsa, deydigan orzu umidlar bilan yashaydi ekanmiz. Shularning natijalaridan biz bir xil baxt tuyg'usini his qilamiz. Shundaqa. Shu vaqtda hardiqimiz chiqadi. Rastlanma, esil bir arzular ekan bu. Güzel arzularinglarning tezroq ro'yobga chiqishini, güzel arzularning güzel natija bilan oyoqlashishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Ham shundaqla yangi ijodiyatlarni, güzel naqshlarni o'rindab xalqimizga to'xtamay sunib turishinglarni chin ko'nglimizdan arzu qilamiz. Rahmat. Ekran oldidagi barcha ko'rmanlarimiz ham shundaqla Guljamal odam biz davomli umid qilamiz. Sahnalar orqali, ekran orqali ko'rmanlarimizga to'xtamay salom yo'llab turishinglarni ajoyib umid qilamiz. Voy, rahmat. Rahmat. Chiqinglar. Yaxshi suhbatlashib oldik. Ko'ngildek paranglarni ichib oldik. Mush Guljamal do'stimni ko'rib, bugun shu siz bilan tang bir riyosatchilik sahnasida o'tag'indan aytdi. Ben xo'sh oldum zade. Bu azaldan buni sahnaga yaratilgan san'atkor deb bilaman. Azaldan. Mana Maynur singlimni yetishib chiqdi shu diktorlik riyosatchilik sahnasida. Naytdi bir ko'zi ko'rinib hozir jilolanib yashayotdi. Rahmat. İşleriniz texmi güzel bo'lsin singlim. Rahmat. Bundaqcha aytganda, men hozirgi saviyarim bilan shunda xulosa qila olaman. Turmush bilan kasbni tang ep mangalaganlar bek az. Sizlar bu tarafda muvaffaqiyat qozondinglar. G'alaba qildinglar. Sizlarning mush natijanglar har birimizga ulgu bo'ladi, har birimizga ilhom madad bo'ladi. Rahmat sizlarga, bek suyundik. Rahmat. Programmamiz orqali zo'r ilhom oldik. Har ikkalanglarga eng go'zal tilaklarimizni yo'llaymiz. Ko'p rahmat. Ko'rmanlarga rahmat aytaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Ishkinglarga rahmat. Bek oqko'ngil bu. Suyumli adam. Shu hayajonlandi. Minnatdorlik tuyg'usida hozir yig'laydi deyotdi. His qilib turibmiz. Bu albatta xushalliqni ifodalayotgan bir holat deb tushunamiz. Hayajonlanib qoldim. Ko'rayotganingiz Qarqash cho'ng bozor tajidorligidagi O'mlik sadosi programmasi. Programmamizda Qarqash cho'ng bozori motorli qatnash vositalarini tekshirish cheklik shirkati alohida qo'lladi. Bizning program gruppamizningki sizlarga tayyorlagan oddiygina sovg'ati bor. Sizlarni shu kashlarda mungdishib, almon bo'lishib o'tirib issun deb Shimbo markasidagi bilan asrash chaylarini ishga yurish tayyor qildik. Ailelerge evilip, çayını içip, huzurlanıp, texmi güzel, texmi sağlam başlarına ümit qilamiz. Rahmat singlim sizlarga. Voy. Rahmat singlim, rahmat. Kiring, o'z qo'lim bilan beray. Addiy bo'lsin, ko'ng sog'imiz. Rahmat. Ihraldagi qadrli ko'rmanlar, O'mlik sadosi programmamizning bugungi sonini mush yerda oxirlashtirmoqchimiz. Shunchalik huzurlandik, shunchalik suyundik, ajoyib hayajonlandik. Chunki ustozlarimiz bizga mana shunday ilhom bo'ladi ekan, bizga shunday ulgu bo'ladi ekan.
Ömrük Sadası programımızın keng salları texim rəngdar davamlıq görüşünlərini ümid qılımız. Ən gözəl diləklərimizin axırda yana mana şu turmuşdakı, həm şundaqla səhnədəki bir cüplərə yollayımız. Rəhmət sizlərə, salamat bolunglar. Rahmet. İkraldakı qədərli görürmənlər, Ömrük Sadası programımızın bugünkü sani mana muşada axırlaşdı. Biz keng san programımızı görüşəylik. Görüşkü salamat bolunglar. Xeyir xoş. Xeyr xoş. Cihan küldü inaqlıqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanat qaqdı armanımız elib andas. Kökdə uçqan bürgütlərning parvozidir. Ömrük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanı biz. Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri. Kucaq açqan bizga güzel devranımız. Ömrük bizning nişanımız, armanımız. Ümidaqlıq yollarının karvanı biz. Yalqıllaydı qalblərdə karvan mikri. Kucaq açqan bizga güzel devranımız.